Sizlar bilan yana bitta mavzuni o'rganamiz. Oldingi bitta mavzuda butun va kasr qismini o'rgandik. Faktorial tushunchasi ham darsliklarda uncha yoritilmagan mavzulardan biri hisoblanadi. Lekin biz bilamizki, DTMda ko'p uchraydigan misollar turiga kiradi. Uchrab turadi. Yo'q deb ayta olmaymiz. Attestatsiya va boshqa yo'nalishlarda ham ko'p uchraydi. Milliy sertifikat yoki olimpiadalarda ham uchrab turadi. Faktorial. Demak, bu mavzuni biz hozircha keling 3 ta bosqichga bo'laylik. Ya'ni birinchi faktorial haqida tushuncha deyman. Birinchi o'rganamiz faktorial haqida tushuncha. Ya'ni o'zi faktorial nima? Xo'p, demak, misol uchun faktorial undoq belgisi bilan yoziladi. 4 faktorial degani 1 dan boshlab 4 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi. 1, 2, 3, 4 sonlarni bir-biriga ko'paytirib chiqsak, o'sha 4 faktorial degani ekan. Ya'ni undoq belgisi bilan qo'yiladi. Mana bu yerda yozdim. Mana undoq belgisi qo'yildi. O'sha faktorial degan. Demak, bu 24 bo'ladi deylik. Yoki 5 faktorial nima desa, 1 dan boshlab 5 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytirsak, 120 bo'ladi deylik. Demak, 5 faktorialning qiymati 120 ga teng. 3 faktorial desachi. 3 faktorial desa 1, 2, 3 ning ko'paytmasi bu 6 degani. 2 faktorial desachi, bu 1 bilan 2 ning ko'paytmasi bu 2 degani. Xo'p, 1 faktorial ham bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. 1 faktorial bu 1 ga teng agar siz yozgan bo'lsangiz. Va shu yerda yana bitta muhim vaziyatni aytib ketamiz. 0 faktorial ham bormi desa, ha, 0 faktorial ham bor. Hattoki uning ham qiymati 1 ga teng. 0 faktorialning qiymati 1 ga teng. Buni alohida o'rganamiz, nega bunaqa bo'lganini. Muhim qismi bilishimiz kerak. Demak, misol uchun 10 faktorial nima desa, 10 faktorial degani 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. 10 faktorial degani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Endi hisoblamayman. Xolos, mana shunday tushunillar ekan. Umuman olganda, biror n faktorial desa, demak, bu 1, 2, 3 va hokazo n gacha yoki undan oldin n-1 keladi yoki keyin n keladi. Mana shu deb tushunishimiz kerak n faktorialni. 1 dan boshlab o'sha son o'zigacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasi. Demak, faktorial bilib oling, natural sonlarda va 0 sonlarda faktoriallar bor ekan. Bizga hozircha shu yetadi. Manfiy butun sonlarning faktoriali yo'q. Faqat 0 soni va undan keyingi natural sonlarda bor ekan. DTM standartini yechganda mana shu qismni o'zi yetadi. Qolgan ma'lumotlar oliy matematikada o'tiladi o'zi. Xo'p, endi ikkinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, hozir boya yozib ketdik, 0 faktorialni 1 ga tengligi. Demak, 0 faktorialni 1 ga tengligi. Nega 0 faktorial o'zi 1 ga teng? Yuqorida yozdik, mana 4 faktorial dedik. 4 faktorial 1, 2, 3, 4 ni ko'paytmasiga teng dedik. Mana shu yerda 1, 2, 3 ni o'zini alohida 3 faktorial desamda, ko'paytiruv 4 yozsam ham bo'laveradi. Diqqatni e'tibor beramiz. 4 faktorial o'zi 1, 2, 3, 4 ni ko'paytmasiga teng. Men hisoblamadimda, boshdagi 1, 2, 3 ni o'zini 3 faktorial deb ko'paytiruv 4 yozdim. Demak, 5 faktorialnichi? 5 faktorial ham 1 kara, 2 kara, 3 kara, 4 kara 5 ga teng.
Buni boshdagi 1 2 3 4 ni 4 faktorial deb ko'paytirib 5 deb yozsam ham bo'ladi. Xo'p, ana endi umuman olganda n faktorialni ham shunday yozishim mumkin, chunki u 1 2 3 va hokazo qachondir n minus 1 keladi, qachondir n keladi deb 1 dan boshlab n minus 1 gacha bo'lganini ko'paytmani n minus 1 faktorial ko'paytiruv n deb yozsam bo'ladi. Demak, mana shu qoidani ishlatamiz siz bilan. Demak, mana shuni alohida kiritib qo'ydim. Bu nima degani? Misol uchun, mana shu qoidada n ga 10 ni bersangiz, 10 faktorial yuqorida yozganimdek 9 faktorial bilan 10 ni ko'paytmasiga teng. Mana bu yerda n ga 10 ni berdim. Bu 9 faktorial kara 10. Tushundingiz? Xo'p, yoki n ga 80 ni bersak, 80 faktorial 79 faktorial bilan 80 ni ko'paytmasiga teng. Shu yerda n o'rniga hattoki 1 ni ham berish mumkin. 1 ni beradigan bo'lsak, 1 faktorial teng 0 faktorial ko'paytiruv 1 bo'ladi. Bu tenglikdan 0 faktorialni 1 ga tengligi ko'rinib qoladi. 0 faktorial demak 1 ga teng bo'lar ekan mana. Xo'p, demak 0 faktorialni 1 ga tengligini ko'rdik. Endi faktorialga oid ba'zi bir oddiy misollardan ko'rsataman. Boshlang'ich etapdagi misollar. Demak, misollar. Oddiyroq misollardan ko'ramiz. Murakkabroq misolni shartiga qarab ishlab ketilaveradi. Ko'proq qisqartirishlar bilinishi kerak bu yerda. 5 faktorial taqsim 4 faktorial. Mana shunga o'xshash vaziyat keladi. Ko'pchilik buni 1 dan 5 gacha bo'lgan sonni ko'paytmasi hisoblaymiz deb o'ylaydi, lekin kichkina sonda hisoblashingiz mumkin. Katta sonda qiynalib qolasiz. Buni yoyib chiqish kerak. 5 faktorial degani 1 kara 2 kara 3 kara 4 kara 5. 4 faktorial 1 kara 2 kara 3 kara 4. E'tibor beramiz, 1 dan 4 gacha bo'lgan qism qisqaradida 5 degan javob chiqadi. Mana shunaqa qisqartirib ishlasa bo'lar ekan. Yoki 7 faktorial taqsim 5 faktorial degan savol keladi. Bu 1 kara 2 kara 3 kara 4 kara 5 kara 6 kara 7 degan. Maxraj 1 kara 2 kara 3 kara 4 kara 5 degani. 5 gacha bo'lgan qismi qisqarsa 6 kara 7 42 qoladi. Mana shunaqa tushunsak bo'lar ekan demak. Xo'p, ana endi yoki mana bunaqa savol kelib qoladi. 6 faktorial taqsim 4 faktorial ko'paygan 2 faktorial deydi. Demak, vaziyatni ham qisqartirish kerak. Iloj bo'lsa bu yerda kattasi bilan qisqartirasiz maxrajdagi 4 faktorial bilan 6 faktorial. Endi yoymayman. 6 faktorial degani 1 dan 6 gacha ko'paytma. Bu 1 dan 4 gacha. Xuddi yuqoridagilarga o'xshab, mana qisqaradigani qisqaradi. Ya'ni 1 dan 4 gacha bo'lgani qisqarsa 5 kara 6 qoladi. Maxrajda yana 1 kara 2 bor. 2 bilan 6 qisqarsa 3 bo'ladi. Javob 15 bo'lib qoladi. Demak, bu qisqartirish ham tushunarli. Yoki 10 faktorial deydi. 10 faktorial taqsim 7 faktorial ko'paygan 3 faktorial deydi. Bu yerda ham 7 faktorial 10 faktorialni qisqartirganingizda suratda 8 9 10 qoladi. Maxrajda 1 2 3 qoladi. 2 bilan 8 ni qisqartirasiz, 3 bilan 9 ni qisqartirasiz. Shunda javob 120 chiqadi. Agar siz buni shunchaki o'zini hisoblab 10 faktorialni hisoblayman, 7 faktorial 3 faktorial hisoblab keyin bo'laman desangiz, unda juda ko'p vaqt sarflaysiz. Qiyinlashib ketib qolishi mumkin misolimiz. Albatta, bunday misollarni yechganda qisqartirishlardan foydalanganingiz yaxshiroq. Yoki bundan ham uzunroq misollar kelib qoladi. Misol uchun, mana 3 faktorial plus 4 faktorial plus 5 faktorial taqsim deydi 12. Bunday vaziyatlarda umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarib yechishni bilishingiz kerak. 3 faktorial degani 1 kara 2 kara 3. Keyingisi 1 kara 2 kara 3 kara 4. Bu esa 1 kara 2 kara 3 kara 4 kara 5. Maxraj 12. Umumiy ko'paytuvchini olib chiqqanimizda, demak
1 2 3 uchalasida ham bor, o'sha qavsdan tashqariga olib chiqiladi. 1 kare 2 kare 3. Shunda 1 qolyapti, 4 qolyapti, 4 kare 5 qolyapti. Taqsim 12. Xo'p, 6 ko'paytiruv 25 taqsim 12. Bular qisqaradigan bo'lsa, javob 25 taqsim 2. 12,5 desak ham bo'ladi. Xullas, agarda mana shunday faktoriallar yig'indisi ya qanaqadir yana o'rtada qo'sh ayrishlar bo'lsa, albatta umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga olib chiqib yechish kerak. Oddiy hisoblasangiz, bu misolda oddiy hisoblasa ham bo'ladi, juda katta emas u, lekin faktoriali juda oshib ketadigan sonlarda qiynalamiz. Mana bunaqa savollar ham bo'lishi mumkin. Mana 7 faktorial minus 8 faktorial plus 9 faktorial taqsim 6 faktorial plus 7 faktorial deylik. Buni har birini hisoblab chiqib, keyin bo'laman desangiz juda qiyin bo'lib ketadi. Bu yerda umumiy ko'paytuvchini chiqarishni bilishimiz kerak. Boyagi yuqoridagi misol, bunda 1 dan 7 gacha ko'paytma, 8 gacha, 1 dan 9 gacha. Umumiy ko'paytuvchini olib chiqqan paytda 7 faktorial qavsdan tashqariga chiqadi. 1 qoladi, minus 8 plus 8 kare 9 qoladi. Mana shu jihatiga yaxshi tushunishingiz kerak, nega 7 faktorialdan keyin mana shu savollar qolganini bilishimiz kerak. Makrajdan ham 6 faktorialni chiqaramiz. 1 plus 7 qoladi. 6 faktorial va 7 faktorial qisqarsa, bu yerda 7 qoladi. 6 gacha bo'lgani qisqarib ketadi. Demak, 7 ko'paytiruv hisoblaydigan bo'lsak 65 chiqyapti shekilli. 1 dan 8 minus 7 72 65 taqsim 8. Endi bu yerda qisqaradigani yo'q. 455 taqsim 8 degan javob chiqyapti. Xullas, mana shunday tartibda yechiladi faktorial. Bu eng oddiy savollar, albatta. Shunga o'xshash murakkab misollarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizni Telegram guruhga obuna bo'lib qo'ying, Telegram kanallarga. Matematika 1997 shu kanalda faktorialga doir murakkabroq misollarni ham yechimini tashlab boramiz.